reaksiya tezligi degan temadan boshlaymiz. Kesteni to'ldiring degan birinchisiga qaraymiz. Birinchisida aytib delta n'imiz bor ekan. O'zi tezlikning formulasi v teng delta n bo'lingan ko'lam ko'paytirilgan vaqt dedi. Unda delta n'imiz 2 ga teng ekan, ko'lamimiz 0,5 ga teng. Uni ko'paytamiz. Delta t ya'ni 20 sekundga. Ko'paytsak 0,2 töbede delta n bo'lgandan keyin buning o'lcham birligi mol, tömende litr bo'lgandan keyin buning 0,5 ya'ni litr bo'lgandan keyin litr deb yozamiz. Odan keyin vaqtda sekundda belgiladi. Sonda buning o'lcham birligi mol, litr, sekund bo'ladi. Bunda nimaga 0,2 yozib qo'yamiz. Keyingiga o'tsak, bir hajmi 2 litr bo'lgan idishda 6 mol gaz joylashtirildi deydi. Ko'lamimiz 2 litr ekan. Сөйтіп boshlang'ich 6 mol joylashtirilgan. Сөйтіп 10 sekunddan ya'ni 10 sekund vaqt o'tgan. 10 sekunddan keyin bizlarning qolgan gazimiz teng 2 molga teng bo'lib qolgan ekan. Endi bizlarda analiz bor. Delta n deganimiz bu joyda aytdik sarflangan dedik. Ya'ni sarf deb qo'yaman. Sarflangan tovushimizni boshlang'ichdan olib tashlaymiz. Qolgan yemasa artgan moldi. Onda boshlang'ichimiz 6, qolganimiz 2 bo'lsa teng 4 ga teng. Onda delta n'imiz ham 4 ga teng bo'ladi ekan. Ya'ni bizlarda sarflangan molimiz 4 ga teng. Endi tezlik topajak bo'lsak, v teng delta n bo'lingan v t edi. Delta n'imiz 4 ga teng, ko'lamimiz 2 ga teng. Bizlarga nimaga qarasangiz sekundda deb qo'yibdi. So'ng uchun sekund yozamiz. 2 ko'paytirilgan 10 sekund deb. Bundan 4 bo'lingan 20 teng 0,2 mol litr sekund bo'ladi ekan. Mol litr sekund bo'ladi ekan. Sonda balavuz javob topamiz. 2 ga qaraganda. Hajmi 4 litr bo'lgan idish 6 mol A gaz bilan to'ldirildi deydi. Bunda boshlang'ich molimiz 6 mol ekan. Odan keyin 30 sekunddan keyin, ya'ni 30 sekund vaqt o'tgandan keyin idishda A gazdan 3 mol qoldi deydi. Ya'ni qolganimiz yamasa artganimiz 3 mol ekan. Сөйтіп bizlarga aytadi reaksiyaning o'rtacha tezligini mol litr minutda toping deyapti. Minut degan shuni 30 sekundni minutga aylantiraman. 30 sekundni 60 sekundga bo'lib bersam, ya'ni 1 minutimiz 60 sekunddan bo'lib bo'lgandan keyin teng 0,5 minut bo'ladi. Endi tezlik topadigan bo'lsam, v teng delta n bo'lingan v t edi. Nimadan delta n dan topib kerak ekan? Delta n'imiz shuni aytdik, boshlang'ichdan qolganda olib tashlaymiz. Sonda boshlang'ichimiz 6 mol edi, qolganimiz 3 mol. Bunda delta n'imiz 3 molga teng bo'ladi ekan. 3 molni bo'laman endi. Ko'lamimiz 4 litr, ya'ni basta berib qo'yilgan hajmi 4 litr deb. Odan keyin 0,5 minut ekan. Teng desam 3 ga 2 bo'lsam 1,5 mol litr minut bo'ladi ekan. Minutda hisoblagan uchun nimani o'zgaradi minut bo'ladi. Bunda t javob topadiganmiz. 3 ga qaraylik. Keyingisi 6 ekan. 6 ga qaraymiz. Reaksiya boshlanmasdan oldin moddaning konsentratsiyasi hozir. Moddaning konsentratsiyasi 1,6 mol litr bo'lib, 84 sekunddan keyin umumiy konsentratsiyasi 0,2 ga teng bo'lib qoldi deydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini aniqlab. Reaksiya boshlanmasdan oldin boshlang'ichimiz bizlarda 1,6 mol litr ekan. Mol litr ekan. Qolganimiz bo'lsa 0,2 litr. 0,2 mol litr. Сөйтіп aradan so'v vaqtda 84 sekund vaqt o'tgan. Endi aytayotgan reaksiyaning o'rtacha tezligi. Endi sizlar o'ylasangiz mumkin, bizlarda litr yo'q deb. Litrimiz, ya'ni ko'lamimiz, bizlarda ko'lamimiz, mana qarang. Mana litrimiz bor-ku, ya'ni mol litrda turibdi. Ya'ni buni jani yozsak bo'ladi, mol litrda molyar deb. Ya'ni molyarning formulasi qanday edi bizlarda? Smolyar teng n bo'lingan v edi. So v ning ichida litrimiz bormi? Bag'ana boshlang'ichimizda, ya'ni mana hisobga qarang. Namanda mol deb berilib turibdi hamizat. Endi namanda bo'lsa mol litr deb berilgan. Ya'ni o'zi bizlarga litrga bo'lib berib qo'ydi. Bunday joyda bizlarga hech qanday ko'lam kerak emas. Ya'ni ko'lamimizdan bizlarda qatnasi yo'q. Ko'lam berib qo'ysa-da, bermay qo'ysa-da, agar molyarda bergan bo'lsa, masalan,
мынаған ұқсап малярда берген болса, яғни мол литр деп берген болса, біздер соны өзімен есаптап кете береміз. Яқшы, енді қарайық, дельта n-міз. Дельта n-міз жаңа айттық, баслангыш минус қалған дедік. Онда баслангышымыз 1,6, қалғанымыз 0,2, сонда сарқланғанымыз 1,4 мол литр болады. Сонда енді v тең деймен, дельта n-міз 1,4, бөлеміз соны, литріміз жоқ, бірақ литр уже кетті. Яғни смолярдың ішінде кетті. Біздерге 84 секундты минутқа айландырың деп жатыр. Яғни қарап, сұрауда мол литр минут деп беріп қойды. Сонда 84 секундты минутқа айландырып жіберейін. 60 секундымыз. 60 секундымыз 1 минут болса, біздерде 84 секундымыз қанша минут болады десем, 1,4 минут болады екен. 1,4 минут. Яғни сонда 1,4-ті 1,4-ге бөлемін. Мынау минутта тұрыпты, мынау малярда тұрыпты, емаса мол литрда тұрыпты. Сонда бөліп жіберсем 1 маляр бөлінген минут. Емаса соны тең деп тұрып, малярымыздың несі өлшем бірлігі қандай еді? Мол литр ме еді? Өзі малярам өлшем бірлік, бірақ оны анықтауға айтатын болсақ, мол литр бөлінген минут деп жазамыз. Яғни сол кезде жауаптағы өлшем бірлікке келеді. Сонда 6-ға А деп қоямыз. 7-ге қарай онда. Хажымы 0,05 метр куб болған реакторда реакция барышы нәтижесі 0,25 минут давамында модданың модары 8,4 молден 5,9 молгеше кемейді дейді. Енді қарам, біздерде хажымды беріп қойды, соның үшін молде беріп қойды мұнан. Сондай түсінсек болады, жаңағыны парқыл түрде деп өттім. Енді айтып жатыр, реакцияның орташа тездігін табың дейді. Хажымы 0,05 метр куб, яғни V тең 0,005 метр куб. Әксерге жаздырды, айттық, одан кейін 1 метр кубымызда 1000 литр бар. Сонда 0,05-ті көбейтемен литрге айландыру үшін 1000-ға. 1000 литрға көбейтсем, 5 литр болады екен. Онда көлеміміз 5 литр екен тауып алдық. Одан кейін баслаңғышымыз 8,4 молден қалғанымыз 5,9-ға қап қойған екен. Яғни бұлар мол дегенді. Сөйтіп Т тең 0,25 минут дейді. Енді 0,25 минут жазып болғаннан кейін біздерде сұрауға келеміз. Яғни мол литр секундта сұрап тұтты. Соның үшін 0,25 минутты 1 минутта 60 секунд болған үшін 60 секундқа көбейтіп жіберемін. Тең 4-тен 1 15 секунд болады екен. 15 секунд. Енді осыдан анықтаймыз. Мынаны жазған кез біраталы жазып кетейін. Дельта n тең баслангыш минус қалған еді. Онда 8,4-тен аптастаймен 5,9. Сонда сарқланғанымыз 1, 2, 4, 2-де 5 болады екен. 2-де 5 мол болады екен сарқланғанымыз. Сонда V тең 2-де 5 бөлінген 5 литр көбейтілген 15 секунд болады екен. 0,5-ті 15-ге бөлсем, 0,033 ямаса, біздерде ондай зат жоқ екен, бұл бөлшекте беріп қойған екен. Онда былай қылайық. Так, не деп жазсам болады? 2,5-ді 5-ке бөлемін. 2,5 5-ке бөлсем 0,5 болады. Бөлінген 15 секунд болады. Енді, мынау мол литр болды енді. Өлшем бірлігі мол литр болды. Сөйтіп, енді екеуінен 2-ке көбейтіп жіберемін. 0,5-ті 2-ке көбейтсем 1, 15-ті 2-ке көбейтсем 30 болады екен. Сонда 1-ге 30 болады екен жауабымыз. Сол А жауапта тұрған екен. 8-ге қараймыз. Хажымы 2 литр болған ыдысты 4,5 мол модда молдары 20 секунд өткеннен соң 2,5 молгеше кемейген дейді. Реакцияның орташа тездігін секундта анықтаған дейді. Так, көлеміміз 2 литр. Уақытымыз 20 секунд. Баслаңғышымыз 4,5. Қалғанымыз 2-де 5. Басқа әммесін жаздық. Біздерде мол литр секундта сұраған екен, онда 20 секундтың өзімен істеп кете береміз. Ал енді баслаңғышпен қалған жазғаннан кейін дельта n-дан тауып жіберейік. 4,5 минус 2-де 5 тең 2 мол болады екен. Онда сарқыланған моліміз 2 мол. Енді жазамын V тең
2 bölüngen 2 litr köbeytilgen 20 sekund teng 1 bölüngen 20 teng 0,05 bolat ekan. 0,05 mol litr sekundda bolat ekan. Keyingi hisobga qaraylik. 12 hajmi 10 litr bo'lgan idishda deydi 12 mol gaz to'ldirildi. 1,5 minutdan so'ng idishda suv 9 mol qoldi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini aniqlang deydi. Tak boshlang'ishimiz 12, qolganimiz tak qolganimiz 9 mol. Endi delta nimiz shu yerdan topib ketdik. Boshlang'ich minus qolgan edi. Unda 12 minus 9 teng 3 mol bo'lar ekan. Undan keyin ko'lamimiz 10 litr. Vaqtimiz bo'lsa 1,5 minut ekan. Endi aytayotib sekundda toping deb aytgan uchun bu yerga sekundga qarasak 1,5 minutda sekundga aylantiraman. Unda 1,5 ko'paytirilgan 60 sekund. Ya'ni 1 minutda 60 sekund bor bo'lgandan keyin ko'paytdim. Unda 90 sekund bo'lar ekan. Endi v teng delta nimiz 3 ga teng, ko'lamimiz 10 ga teng, sekundimiz 90 ga teng. Bunda teng desam 1 bölüngen qarang. 3 ni 90 ga bölsem bundan 30 qoladi. 10 ni 30 ga bölsem teng 300 bo'ladi ekan. Bunda 1 bölüngen 300 degan javob bo'lar. Unda A javobni olamiz. 13 ga qarang. Ikkita bir xil reaksiya deydi. Vodorod ajralib chiqdi. Ularning birida 1 minutda, ya'ni T teng 1 minut, ikki reaksiya shundan T teng 1 minutda birinchi idishda, ya'ni deb 2 bo'ling. Birinchi idishda 2,24 litr. Endi so'ng 22,4 ga bölsem, bu mol deb qo'ya bering, 0,1 mol. Keyingi idishda bu da T teng 1 minut. T teng 1 minut 2 gram vodorod ajralgan deydi. 2 gram vodorod. 2 gram vodorodimizning o'zi 2 gram 1 mol. Ya'ni 2 gram bu 1 mol bo'la beradi ekan. Endi ikkinchi reaksiya tezligi birinchisiga nisbatan qanday farq qilishini aniqlang deydi. Unda 0,1 mol. 0,1 molni 1 minutga bölsem teng 0,1 mol minut bo'ladi. Ikkinchi reaksiya tezligi birinchisiga nisbatan qanday farq qilishini aniqlang. Undan keyin endi ana 1 molni ya'ni 1 minutga bo'ling. Teng bu 1 mol litr minut bo'ladi. 1 mol minut bo'ladi. Ya'ni litrimiz ikki yondada birdek idish bo'lgani uchun litrimiz teng deb olamiz. Ya'ni litrning bu yerga qatnashi yo'q. Shunda endi ikkinchi reaksiyamiz 1 mol litr minut 1 mol minutni bo'laman 0,1 mol minutga. 1 mol minutga. Ikkinchi reaksiyamiz birinchi reaksiyamizdan qanday farq qiladi deydi. Tak 1 da 0,1 ga bölsem 10 chiqadi. Unda 10 marta tez desek 10 marta tez bo'ladi. Sebebi ko'plik paydo qilib atirgan uchun. Tak ya'ni birinchi idishimizda 0,1 molimiz 1 minutda paydo bo'lgan. So'ng ikkinchi idishimizda 1 molimiz 1 minutda paydo bo'lgan. Ya'ni 0,1 molimiz ne deymiz endi? 0,1 molimiz 1 minutda paydo bo'lgan. Birinchi idishda, ikkinchi idishda sol 1 minutda 1 molimiz paydo bo'lgan. Ya'ni sonda 10 marta tezlik reaksiya borgan deb o'ylasak bo'ladi. Keyingi hisob qarang. 10 ko'rinib turgan ekan. 2ning 1. 2ning 1. Hajmi 500 ml idishda 8 gram propinning yetarli miqdorda tuz kislorodi to'liq yonuvi natijasida 200 sekund vaqt sarflangan bo'lsa, karbonat angidriddan hosil bo'lish tezligini hisoblanadi. S3H4 Сөйтіп кислород. Karbonat angidrid kerak ekimizlarga yaxshi suvdan yozib qo'yamiz. 2, 3, 4. 8 gram propin jangan deydi. 8 gram asti 40 gram
mol gerek bizlarga karbonat angidning 3 mol bo'lsa 40 da 3 8 da qancha desam 0.6 mol bo'ladi ekan. 0.6 mol karbonat angid paydo bo'lgan. Tapso karbonat angidda hosil bo'lish tezligini aniqlaymiz. Unda delta n'imiz teng 0.6 deb qo'yamiz. Endi paydo bo'lgan zatda sarflangan degan bo'lmaydi. Tak, kolemimiz 500 ml. 500 ml bo'lsa 0.5 litr bo'ladi. Tak, vaqtimiz 200 sekund deydi. Сөйтіп bizlarga aytib sekundda aniqlang deb atgan uchun 200 sekundning o'zini paydolanib ketaveramiz. Unda tezlik teng 0.6 mol bo'lingan 0.5 litr ko'paytirilgan 200 sekund deymiz. Tak, qancha bo'ladi desam 0.6 bo'lingan 0.5 bo'lingan 200 teng 0.006 bo'ladi ekan. Endi buni yozsam bo'ladi. 6 ko'paytirilgan 10ning -3 deb. Sonda biz javobga to'g'ri keladi ekan. Nimada minus degan bor ekan? Bizlarda plusdan chiqdi. O'zi tezlik minusda bo'ladi deb hech ko'rganim yo'q. Ish yerda so'ng uchun buning oldida plusda turibdi. So'ng uchun biz javobni olamiz. 3.4 ga qaraymiz. 3.4 ni uzr. 2a dan 3b paydo bo'layotgan ekan. Reaksiya tenglamasi bo'yicha 2 minutda A zatning konsentratsiyasi 2.4 mol litrdan 1.8 mol litrga дейін o'zgargan deydi. A zatning konsentratsiyasi tak boshlang'ishimiz 2.4 litrdan mol litrdan qolgan qanchaga 1.8 mol litrga дейін deydi. Buni delta n topib bersam, delta n teng 2.4 minus 1.8 teng 0.6 molar emasa mol litr bo'ladi ekan. Endi B zatning paydo bo'luv tezligi deydi. Endi buna hamma aytilgan gaplar жаңа boshlang'ich qolgan degan bu A ga tegishli. Sonda 0.6 molar sarflangan bo'lsa, B dan qancha paydo bo'lgan deymiz. 2 da 3, 0.6 da qancha desam 0.9 molar bo'ladi. Endi 0.9 molardan so'ng tezligini aniqlang deydi. Bu necha minutda paydo bo'lgan? 2 minutda paydo bo'lgan. Bizlarda aytib sekundda aniqlang deb atar. Sekundda degan uchun 2 minutni o'zgartiraman. Namanga yozib qo'ying. T teng 2 minut bo'lsa, bu 120 sekund bo'ladi. Buni 120 sekundga bo'lsam buni 0.9 bo'lingan 120 sekund 0.0075 bo'ladi ekan. Molar bo'lingan sekund bo'ladi. Sen aytganda mana molar deb qo'yibmiz, onu sekundga bo'lgani uchun molar sekund bo'ldi. Endi buni darajaga qo'yadigan bo'lsak 7.5 ko'paytirilgan 10ning -3 desek bo'ladi. Shunda siz javobni oladiganmiz. 5 dan 1 ni qarang. X dan 2y paydo bo'layotgan ekan. X dan 2y paydo bo'lyapti. Reaksiya uchun X zatdan 0.8 mol litr alindi deydi. Reaksiya uchun X zatdan 0.8 mol litr alindi. Reaksiyaning o'rtacha tezligi 4 molar minut bo'lsa deydi. Necha sekunddan keyin X zatning konsentratsiyasi 2 marta kamayadi deydi. Tak, boshlang'ishimiz 0.8 molar bo'lgan ekan. Mol litr molarda bo'lib ketmay, keyingi hisoblarda. Son 0.8 molarimiz 2 marta kamaygan deyapti. Tak, endi 2 marta kemayu kerak deyapti. Ya'ni qolganimiz qancha bo'ladi desam, 0.8imiz 2 marta kamaysa 0.4 molar qoladi. Ya'ni sonda qolganimiz 0.4 molar ekan. Buni sarflangan deb aman. Hozir endi delta n topib bo'lsam 0.8 molardan taslayman 0.4 molarda. Sonda delta n'imiz 0.4 molar bo'ladi ekan. Tak, bundan keyin reaksiyaning o'rtacha tezligi bor ekan. V teng endi bunani bir ne deb olib qo'ying. V teng 4 molar minut. 4 molar minut. Necha sekunddan keyin deydi X zatdan yaxshi bizlarga sekundda o'ngdi. T teng topamiz kerak. Al endi qara. Bunun 2 yo'l bor. Birinchi yo'li жаңа formula olamiz. V teng delta n bo'lingan V yo'q bizlarda. Nani delta ne deb ketayim? Smolarda bo'lib ketayimmi? Delta n turaversin. V shunday so'ng T deb qo'ying. Endi qara. Bizlarda n bo'lingan V bor. Ya'ni molarimiz bor. Qancha? 0.4 molar.
Onda V bizerde 4 malyar bolsa, 4 malyar minut bolsa, odan keyin teng desem, delta n'imizning o'rnida 0'dan 4 turgan bolsa, men t'ni topum kerak bolsa, 4'ni ko'paytiraman. 4t teng 0'dan 4'ning o'zi t teng 0'dan 1 minut bo'ladi. Sebebi men nimada minutda qo'ydim. 0'dan 1 minutunda 60 sekundga ko'paytsam, bu 6 sekund bo'ladi. Endi bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'lni men ko'rsatib bo'lsak, bizlarda tezligimiz 4 malyar minut degadir. Onda bulay deb olamiz. 4 malyarimiz 1 minutda paydo bo'ladi. Ya'ni bu proporsiya 1 minutimiz bizlarda necha sarflanishi kerak? Ya'ni 4 men uzr alzasib ketdim. 4 malyarimiz 1 minutda sarflanadi. Bizlarda 0'dan 4 malyarimiz 0'dan 4 malyarimiz sarflanishi kerak. Da x teng desem, bu 0'dan 1 minut bo'lishi kerak. Tak bulay qilib mana ko'rinmay qolib sizlar men bir jag'ini o'chirib turaman. Tak 3'dan 4'ga o'chirib turay. Sizlar so'dan yozib olasiz. Qaytadan aytaman hammasini. Tak agar tezlikka qaraydigan bo'lsak, 4 malyarimiz 1 minutda paydo bo'lishi kerak ekan. 4 malyarimiz 1 minutda sarflanishi kerak. Bizlarda 0'dan 4 malyarimiz sarflanishi kerak. Ya'ni delta n'imiz bu. X teng sonda 0'dan 1 minut bo'ladi. 0'dan 1 minutimiz bag'ana aytganday, buni 60 sekundga ko'paytirib bersak, sekundda chiqadi teng 6 sekund bo'ladi ekan. Sonda javobimiz balabi deb olib qo'yamiz. Keyingi hisobga ketaylik. 6'ning 4'i. A plus 2b teng S reaksiyada deydi. Muvozanat holatidagi, ya'ni teng salmoq holati degan qolgan degan. Moddalarning konsentratsiyasi A01, B02, S01 deydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligi 0.02 malyar minut bo'lsa, 2 minutdan keyingi moddalarning konsentratsiyasini aniqlangan. Yaxshi. A plus 2b S. Tak. Endi men bir kestemi oldin tanishtirgan ekanman, bir ikkinchi biletni chiqarsiz. Tak, menda kestiya bor edi. Boshlang'ich, sarflangan, keyin qolgan degan. O'sha qolganni berib qo'ygan ekan bizlarda. Ya'ni 0'dan 1, 0'dan 1, 0'dan 2 ham 0'dan 1 ekan. Endi paydo bo'lgan zatning qolgani degan bo'lmaydi, bu paydo bo'lgan zatning o'zi. Сөйтіп, reaksiyaning o'rtacha tezligi 0.02 malyar minut ekan. Tak, tezligimiz 0.02 malyar minut. Endi janag'day proporsiyaga 0.02 malyarimiz 1 minutda paydo bo'ladi. Bizlarga necha minut kerak? 2 minut kerak. 2 minutimizda qancha sarflanadi desam, paydo bo'ladi deb yurayotgan bo'lsam, uzr, 0.04 malyar. Ya'ni 2 minutda 0.04 malyar sarflanadi. Endi nima qiray? Men hozir 0.04 ni A ga qo'yaman. Sebebi buning oldida 2 bor. Ya'ni bu ne deymiz, koeffitsiyenti 2 bo'lgandan keyin bundan 2 esi sarflanadi 0.04 dan. So'ng uchun men koeffitsiyenti 1 bo'lgan zatning oldida qo'yaman. Ya'ni A ning pastına qo'yaman. Sonda 0.04 bu 1 as nagas 2 0.04 dan qancha chiqadi desam 0.08. Nang oldi 1. Dek 1 da qancha desam bu 0.04 chani. Endi nang qarang. Bu qolganda turib edi. Endi 0.1 bor edi. Odan 0.04 chani sarflandi. Endi buni qolgan deb olayın. Qolgan 1 deb olayınmi? 0.1 Сөйтіп sarflandı budan 0.04. Сөйтіп қалған 2 шығады енді 0.1-ден алып тастаймын 0.04. Сонда 0.06 қалады екен. Енді бұл A зат бойынша. Сонда 0.06. Одан кейін B затқа қараймыз. B заттың қалған өзі бастан не дейміз? Бірінші өзінің айтқан қалған, яғни қалған 1 тең 0.2. Sarflanganımız 0.08. Sonda қалған 2 desek болады. Артқан 2, қалған 2 farkı жоқ. 0.08'de qancha desem
тең 0,12 болады екен. Сонда так одан кейін үшіншісін көруім керек екен. С-ны сұрап жатыр. С-да бұл енді Б зат үшін С қалған бірі тең 0,1, сарпыланғаны 0,04, қалған 2 дейсек болады. Артқан 2 0,1 плюс 0,04 тең 0,14 десек болады. Сонда 0,06, 0,12, 0,14. Бұны баламыз жоқтап әткенбіз. 7-нің біріне қарайын енді. 3x, 2y, x заттың сарқылған тездігін -6 көбейтілген 10-ның -6-сы болса дейді. Y заттың пайда болу тездігін анықлаң дейді. Так, -6 көбейтілген 10-ның -6-сы 3, нағасты 2 десем, x тең 12, 4 бола ма? 4, енді 4 көбейтілген 10-ның -6-сы болады екен. Плюс деп ала қойың ба? Егер анау не дейміз, тур реакция, кері реакция дейтін болсақ, онда плюс деп ала берем. Плюс 4 көбейтілген 10-ның -6-сы деп аламыз. Енді кейінгі реакция өтеміз. Кейінгі есаплар 8-дің 2-сі. 8-дің 2-сі SO2, H2O, SO3 плюс H2. Теңлемесіге көре дейді, реакцияның орташа тездігі 0,05 мол литр секунд. 2 минуттан кейін 4 мол сульфит ангидритіміз қалған болса дейді, реакция аввалдаги сульфат ангидриттің концентрациясын анықтаң дейді. Үзір мен